Men bu kasallikning jiddiy ekanligini ayni vaziyatni eshitmagunimcha bilmagandim. Bir-ikki shifokorning gapi sabab 18 yoshli hali turmushga chiqmagan qizning bachadonini olib tashlashga bir bahya qoldi. Gap shundaki, bu muammo bachadon miomasi. Mioma bachadondan katta bo'lgani aniqlangan. Rejalar orasida xorijda o'tkaziladigan jarrohlik amaliyoti ham bor edi. Men bu kasallikning jiddiy ekanligini ayni vaziyatni eshitmagunimcha bilmagandim, hatto xayolimga ham keltirmagandim. Xullas, 18 yoshli hali turmushga chiqmagan qizning bachadonini olib tashlashmoqchi bo'lishdi. Bir-ikki shifokorning gapiga kirib. Bu muammo bachadon miomasi muammosi va ayni mioma bachadondan katta bo'lgani aniqlangan. Rejalar qatorida xorijda o'tkaziladigan jarrohlik amaliyoti ham bor edi. Ammo keyin nima bo'ldi? Xullas, ayolning ikkinchi yuragi deb aytiladigan bachadonda uchraydigan mioma va kistalar paydo bo'lishining sabablari turlicha. Reproduktiv salomatlikdagi muammolar, gormonal fonning buzilgani, undan tashqari irsiy omillar, sog'lom turmush tarziga rioya etmaslik va hokazo. Bu kasallik turli belgilar bilan kechadi. Qon ketishi, qorin pastki qismida bosimning paydo bo'lishi, og'riqlar belda kuzatilishi mumkin. Undan tashqari hayz siklining buzilgani va o'ta kuchli og'riqlar kuzatilganda shifokorlar tomonidan jarrohlik amaliyoti qilinishi kerak degan gap aytiladi. Ammo 30-40% holatda kasallik o'zini umuman bildirmaydi. Ultratovush tekshiruviga tushganingizda sizda mioma bor ekan degan gap aytilishi mumkin. Ammo miomaning o'lchami katta bo'lganda, kuchli qon ketish kuzatilganda, og'riqlar zo'rayganda va sizni holdan toydirganda haqiqatda bu kasallik borligini payqashingiz mumkin. Bu xastalik nafaqat yoshi kattalar, balki yoshlar orasida ham uchrayotgani achinarli hol. Raqamlarga e'tibor bering. Ayni paytda 200 milliondan ortiq ayol, qizlar ushbu xastalik ortidan qiynalishyapti. Kasallik aniqlangan ayollarning 15-18% bepushtlikdan aziyat chekkan. Undan tashqari 20% dan ortig'ida surunkali kamqonlik kuzatilyapti. Xullas, kasallikning davosi faqatgina jarrohlik amaliyotimi? Yo'q, albatta. Yuqorida yo'llangan 18 yoshli qizning xastaligi ham O'zbekistonda mutaxassislar nazorati ostida bartaraf etildi. Jarrohlik amaliyotlarisiz va u ayni paytda farzandlarini o'stiryapti. Bizning mutaxassislar ayni kasallikdan ayollarni xalos etish uchun jiddiy izlanishlar olib borishdi va miomaning barcha turlarida kista xastaliklaridan xalos bo'lishda ularga yordam ko'rsatishi mumkin bo'lgan davolash muolajalariga qo'shimcha tarzda taqdim etiladigan mahsulotni ishlab chiqarishdi. Hozir tanishtiraman. Mialin ayollarning jinsiy a'zolarida uchraydigan virus va o'sma kasalliklarini bartaraf etishga qaratilgan tabiiy vositalar jamlangan mahsulot. Uning tarkibidagi mahsulotlar immunitetni mustahkamlashga, teri salomatligini saqlashga yordam beradi. Undan tashqari eng asosiysi miya faoliyatini rivojlantirishga ko'maklashadi, o'smalar o'sishini sekinlashtirishga yordam beradi. Shuningdek, mahsulot papilloma viruslarini bostirishga va ko'krak bezi xastaliklarini oldini olishga ko'maklashadi. Kuniga yuzlab ayollarning muammolariga yechim berayotgan mutaxassislarimiz sizning ham savollaringizga javob berishga tayyor. Har qanday holatda ham kasallikni yengib o'tish ishonch, ixlos va kayfiyatingizga bog'liq ekanligini unutmang. Kista va mioma xastaligining jiddiylashib ketishi beparvolik oqibatidir. Ushbu xastalik nafaqat yoshi katta ayollar, balki yosh qizlarda uchrayotganini inobatga oling. Kasallikka qarshi o'z vaqtida chora ko'ring. Kista va miomalar bilan bog'liq vaziyat bo'yicha savollaringizga javob olish uchun hoziroq quyidagi raqamlarga qo'l markazimiz mutaxassislariga qo'ng'iroq qiling. Konsultatsiyalar va mahsulotni manzilingizgacha yetkazib berish mutlaqo bepul.